Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoqdagi barcha do'stlarimiz, hammasi sog'mi, salomatmi? Xayrli tong hammaga. Xayrli tun, вообще-то hali tong otishiga sal bor. Saharlik ham hali 2 soat bor. Biz hozir yo'lga chiqyapmiz. Yo'lga chiqdim aniqrog'i. Andijonga qarab. Xudo xolasa tong otganda biz Andijonda bo'lamiz. Xudo xolasa. Saharlikni Xudo xolasa davomdan qilsak kerak. Ijodiy guruhimiz bilan ko'p kishi bo'lib ketyapmiz safarga. Oqibatlang Ramazon oyining bugun 6-kuni. Xudo xohlasa bir pasda o'tib ham ketar. 6 kun bo'lib qoldi. Shunaqa paytlarda mashina haydash juda ham zo'rda, zavqli. Umuman mashina bo'lmaydi, hech qaysi svetoforda turmaysiz, probkalarda qolib ketmaysiz, asabiylashib jig'ib-yron bo'lmaysiz. Mazza paytda shunaqa payt mashina haydash. Umuman mashina yo'q, qanday yaxshi desam. Ayniqsa zo'r musiqa hamrohligida yursiz, xuddi okeanda, dengizda, kemada yurganday, suzayotganday yurasiz. Men oldin umuman radio eshitmasdim. Hozir oxirgi paytlarda radio eshitadigan bo'lib qoldim nimagadir. Yo'qyapti, unda zo'r qo'shiqlar berishar ekan. Oldin bunaqa eshitmasdim. Bir yaxshiga bir yomon talashir haq va yolg'on. Goh do'st seni sotadi, raqibing kun otadi, yuz to'sib kun botadi. Goh ursu ko'p, goh harmon, bir yaxshiga bir yomon talashir haq va yolg'on. Goh do'st seni sotadi, raqibing kun otadi, yuz to'sib kun botadi. Assalomu alaykum, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Rahmat, Jasur aka, rahmat. Chiqdik mana Xudo xohlasa. Hozir do'stim Jahongir To'laganovni olamiz, Otabek akani olamiz, operatorimiz Bunyod akani olamiz. Shu bilan qarabsizki, Andijon qaydasan deb ketamiz. Yo'l yursak ham mo'l yurib 300 kilometrdan ko'proq ekan. Hozir o'sha tashlab berishgan lokatsiyasi bo'yicha urib ko'rdim. 300 kilometrdan ko'p. Ketamiz ekanda endi. Svetoforlar oldiga mashinani qo'yib qo'yganiga qo'l qilib ketaman-da bir qo'li. Assalomu alaykum Nyu-Yorkdan. Assalomu alaykum Nyu-Yorkka. Qanday yaxshi? Amerikaga borish orzuyim. Qachondir borib kelarman. Xudo xolasa. Bir haftaga bo'lsa ham borib ko'rib kelish, aylanib kelish orzuyim. Ko'p davlatlarda bo'lganman, Amerikaga bormaganman lekin. Borib bir aylanib kelsak zo'r bo'lardi. Ko'rish orzuyim. Las Vegasni, Nyu-Yorkni.
borgim keladi har doim. Siz albatta erishasizlar sizga. Xudo xolasa albatta. O'g'lim hozir Westminsterda birinchi kursda o'qiydi. Kelajakda Amerikaga borish orzusi, niyati bor. Xudo xohlasa, agar o'sha yoqlarda o'qisa, ishlasa, men ham albatta boraman. Jahongir o'rtog'im telefon qilyapti, chiqib turishdi shekilli o'zi. Mayli, tinch bo'linglar, hammanglar sog' bo'linglar. Alloh panohida asrasin. Ramazon oyini hammamiz birgalikda yaxshi o'tkazib olaylik, Xudo xohlasa. Xayr. Ay. Ana, o'rtoqlarim u mashinadan bu mashinaga kameralarni olib o'tishyapti. Instagramda premyer efir qilyapman. Bunyod akamiz, qanaqasiz? Sig'adi. Yoniga sig'adi. Bunyod aka, qanaqasiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Ishlaringiz yaxshimi? Esalomon yursizmi? Charchamasin. Assalomu alaykum. Yog'ida qara, men mashinani shunday qo'yganman, bu yoqdan ham sig'adi, bu yoqdan ham sig'adi. Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisiz? Qo'limda zaryadka. Nima ekan deb yurmanglar-da. Instagrammi? Da, Instagramda to'g'ridan-to'g'ri efir bor. Otabek akamiz ham keldilar mana, Xudo xohlasa. Safarga. Da, qandaysizlar endi? Kayfiyatlar qanday? Yigitlar. Zo'r. Kurtkalaringizdan sizni? Antikorrupsiya kurtkalaringizdan. Kayfiyat yaxshimi? Sochingiz alohida prichoska qilibsiz, tag'im. Boshqacha qaradim. Ay yo'q. Ya o'zingizga ham qattiq qarabsiz bugun. Andijonda qolib ketmasanglar bo'ldi, Xudo. Raz. Otabek aka. Puli tez. Kayfiyatlar qanday? Instagramda to'g'ridan-to'g'ri efir qilyaptim. Aha. Assalomu alaykum. Qanaqasiz? Tuzumisiz? Ishlar yaxshimi? Salomatmisizlar? Xullas, jamoat jam, hammamiz birgalikda. Bitta men kam edim. Birgalikda ketyapmiz. Tinch bo'linglar, sog' bo'linglar.